tadbirkorlar go'yo 10-oktyabr 2025 yil Agrobank paxtachi filialining navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvini o'tkazamiz. Ushbu uchrashuvdan maqsadimiz tadbirkorlar muammolarini aniqlagan holda, muammolar bilan birgalikda shug'ullangan holda yangi ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlar muammolarini bartaraf etish masalasida davlari. Bu yerda hozir tadbirkorlar yig'ilgan. O'sha tadbirkorlar qaysida nima muammolar bo'lsa, bitta joylarda murojaat qilishi mumkin. Muammolarni o'rganib chiqish uchun yozib olamiz va ichiga kirib bitta hal qilamiz. Kimda murojaat bo'lsa, marhamat turib bitta aytish mumkin. Assalomu alaykum. Men Qo'qonda Sharofat Salorbek mahallasida 312-qaror bo'yicha 100 million kredit olmoqchiman chorvachilik bo'yicha. To'xtatib Sharofat. 312 bo'yicha hujjatlar taqdim qiling. Qanday natijasida ko'rib chiqib, sizga javob beramiz. Men Nurmanov Mahmudov Markaz mahallasidan 318-qarorga muvofiq chorvachilik uchun 100 ming ajratish so'rayman. 312-qaror yozsangiz, Markaz mahalla. Hujjatlarni taqdim qiling. Bizlarni bekor boshqarmasiga o'tirib, o'rganib chiqib, sizga javob beradi. Yana kim bor? Qaysi mahalladasiz? Uyda sharoit bormi o'zi? Molxona bormi? Bular monitoring qilasizlar, o'rganib chiqib javob beradi. Yana kim bor? Boshqa yo'qmi? Boshqa murojaatlar bo'lmasa, yig'ilishimizni yashirib ketamiz.